do'stlarimizga, tengqurlarimga bir narsani aytgim kelyaptiki, o'zim qilgan narsani tavsiya qilmoqchiman. Har kuni ertalab uyg'onib, otamni yoniga salomlashgani kirganimizda ozgina gaplashib bo'lib, men to'yga ketyapman, yo men ishga ketyapman, ko'chaga chiqyapman dada, duo qiling deb turib, shu duo qilishlariga yugurib borib oyoqlaridan o'pib keyin ketib qolardi. Shuning uchun do'stlarim, shu narsani qiling. Otangiz, onangiz hayot ekan, oyoqlaridan, qo'llaridan o'ping. Keyin armonsiz qolasiz.